Salom dahshat armiyasi yangicha yo'nalishdagi videolarni chiqarib ko'ramiz. O'zingiz bunga baho berasiz va oxirida fikringizni aytasiz. Bugun biz bu videoda Jack Della Maddalena Islom Maxachevni nima uchun mag'lub etishni bilib olasiz. Ya'ni bu narsa bo'lishi mumkin emas demayman, balki aynan mag'lub etadi. Men buni qanday qilishni 5 ta sababini aytaman. Qani ketdik. BRICS hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda top matchlar, top keplar va matchlarda g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Kommentariyada yozilgan silka orqali o'ting yoki xohlagan joyingizga yangi registratsiya qilib, bizni promokod dahshat.m deb yozsangiz, sizga eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin 10 million so'm beriladi. Jack Della Maddalenani biz juda ham kuchli udarnik sifatida bilamiz. Islom aql bovar qilmas darajada aqlli kurashchi. Ammo aynan yangi omillar va Jackning uslubi bizga intriga uchun imkoniyat yaratadi va bu narsani tahlil qilish yanada qiziqroq bo'ladi. Birinchi sabab, Maddalena Islomning zarba zonasida ancha jiddiy. Masofa va temp bu stixiyasi. Ya'ni uning yo'nalishi Jack haqiqiy powerhouse. U doimiy ravishda bosh va korpusni harakatlantiradi va yarim o'rta vaznda u nafaqat kuchliroq uradi, balki tempni ham belgilaydi. Bu nima uchun muhim? Maxachev klinch va parterga o'tish uchun masofani qisqartirish kerak. Jack jangni oyoqda ushlab ritmni o'zgartirsa, Maxachevni noqulay zonaga kirishga majbur qiladi. Jackning ustunligi jeblar, setka oldidagi klinch va tezkor kombinatsiyalar. Bu Maxachevni bosimni sindirish uchun ideal kontur masofa. Ikkinchi sabab, Maxachevning vazn yig'ishi bu potensial muammo. Top jangchi yangi vaznga o'tib, sezilarli mushak massasini yig'sa, kuchi oshadi, lekin kardio va jangdagi tiklanish qiyinlashadi. Maxachev Jackning zarbasiga bardosh berish va parterdagi jismoniy zaxiraga ega bo'lish uchun massa yig'di. Ammo kattaroq mushak hajmi bu doim ko'proq kislorod talabi degani. Bu Jackga nima beradi? U jangni tezkor boshlaydi va Maxachevni kislorodni behuda sarflashga majbur qilishga undaydi. Ya'ni bu yerda mantiq oddiy. Kechki raundlarda bu vaznga o'rganmagan jangchi tezlikni yo'qota boshlaydi. Agar Maxachev charchay boshlasa, uni parterga o'tqizish qobiliyati yanada pasayadi. Uchinchi sabab, Jackning yarim o'rta vaznga kardiosi va tempi haqiqiy syurpriz. Jack bu vaznda tempni nafaqat ushlab turadi, balki uni oshira ham oladi. U jangni birinchi yarmida yuqori tempda ishlaydi, lekin oxirida ham bemalol kuchi qoladi. Belal aynan kechki raundlarda sindi. Agar Maddalena kurashga 2 marta o'tkazilgandan keyin taslim bo'lmasa va doimiy ravishda stoykada qaytsa, u ustunlikni oshirib boradi. Bu yerda psixologik bosim ham ishga tushadi. Maddalena'ning taktikasi tezkor kirishlar, zarbali kombinatsiyalar. Bu Maxachevni komfort zonasidan chiqarishga undaydi. 4-sabab, Jackning taktik moslashuvchanligi. Bu juda ham muhim. Maddalena'ning jangovar IQsi juda ham yuqori. U rejani darhol o'zgartiradi. Maxachev bosim shabloni ustasi. Jack esa aksincha vaziyatni o'zgartirishi mumkin. Bir raund yuqori faollik, boshqasi bo'lsa faqatgina qarshi hujumlar. U aldashni, o'ziga tortishni, ortiqcha klinchga chorlashni biladi. Keyin esa chiqib ketib jazolaydi. Plus Jack klinchga kirishdan qo'rqmaydi. Belal aynan klinchda ko'p zarar ko'radi. O'sha qisqa tirsaklarni eslang do'stlar. 5-sabab bu toza psixologiya. Jack katta janglar jonlantiradigan jangchi. U underdog, unga g'alaba uchun hech qanday imkoniyat berilmayapti. Uni bu jangdagi yengilligini tasavvur qiling. Maxachev esa sovuqqonroq, lekin yangi vazn, ikkinchi kamar uchun jang. O'zini pound for pound birinchi raqami ekanligini isbotlash kerakligini his qiladi. Habib ham uni kuzatmoqda. Bundan tashqari kamarini tashlab ketgan. Bu bosim bo'lsa Jackga katta resurs beradi. Ya'ni qisqa xulosaga keladigan bo'lsak do'stlar, masofa udarka, Maxachevning massasi va kardiosi, Jackning tempi, taktik moslashuvchanlik va psixologiya, bularning barchasi Jack Maddalena'ning g'alaba retseptidir. Siz bu haqda nima deb o'ylaysiz do'stlar va bunday tezkor ixcham, ammo juda ham to'liq va barcha ma'lumotlarni jamlagan videolar sizga yoqadimi-ki yo'qmi? Pastda fikringizni yozib qoldiring. Men bo'lsa keyingi shunday videoni chiqarishda davom etmoqdaman. Qolib ketgan videolarni ham chiqaramiz. Hammangiz uchun yana shu rahmat.